Ko'rib turganlaringiz mana shu uy sotiladi do'stlar. Manzil Nosir Xisrav nohiyasi Vagon qishloqda do'stlar. Mana bu uy emas, o'nisi sotiladi. Mana bu uy sotiladi. Chegara mana shu yerda, chegaradan nariyog'i pasti uy, 20 sotixlik katta hovli. Sharoitlarini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, mana bu shu yo'ldan shunday chiqib ketgandan keyin mana bu yerda 2 ta, 3 ta, 4-inchisi o'sha maktab bo'ladi, maktab. Katta 11-sinfgacha o'qiydigan maktab, oraliq ko'p bo'lsa 200 metr, magazinlar bor, chashma suv kelib turadi, ariq suv mana bu yerda kanaldan kelib turadi. Agarot uchun do'stlar, mana bu yerda kraynik suvlar qo'yilgan, uyning oldiga mana shu yo'ldan kelib suv olib ketaveradi. Ana endi borib uyning obzorini va narxlarini aytib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, mana yetib keldik hovliga. Kel, operator bu yoqqa yaqin kel. Mana bu uy ko'rib turibsizlar, juzumlar video. Uzumlar polni pishgan, uzum ferma juda chiroyli, chotka qilingan, hamma taraflama. Mana bu turbalarga beton qo'yilgan uzum ferma polni nimaga kirilgan, nima dedi, mevaga kirgan. Uyning narxi 360 ming somon plus yana savdosi bor. Sesada 60,000 somon o'tesami xonay furushi do'stlar aziz. Manzil adres ya'ni Nosir Xisrav Dehay Vagon qishloq. Qaror darim 5 dar xonay furushi, xona durnosh polnik remont dusha yata xonay kishimeshdagi kamtar chimek обычный darvoza kinazadagi xushro'y nikoh qiling. Mehmonxona, nayata veranda mehmonxona, ina baroy mehmon shumoda tashkili pol tayyor qilindagi, tayyor konserner padarka, yaxona yaxona durma, ina jitka boy chotkizadagi pana xushro'y svitok giryon mashava darmagira. Ina xona deyim nikoh qiling. Buni ikkinchi xonasi do'stlar, yana bitta mehmonxonasi, bular toza, ozoda, hamma narsa. Ichidagi chiziq choralarini olib ketadi, buni uyning chiziq choralarini olib ketadi va bu yerda konserner, mana shu motor suv, stomatok suv kelib turadi, Chilchor chashmani suvi kelib turadi. Svetok bo'lsa, undan tashqari yerdan quduq chiqargan, undan ham suv kelib turadi. 3 ta suv bor. Suvdan umuman problema, muammo yo'q. Ana endi navbatdagi xonalarimizni video qilib o'tamiz. Kel. Do'stlar, mana agarotni ko'rib turibsizlar. Agarotda hamma narsa bor. Agarotda lyubiya desmi, mosh desmi, makka desmi, mevali daraxt desmi, sutamakka, pomidor, bolgar hamma narsa yigilgan. Bundan tashqari mana suvni ko'rib turibsizlar do'stlar, mana. Suv motorni ko'chat qilib qo'ydi, svet ishlab tursa bo'ldi. Suv mana yerdan chiqib turibdi. Quduq suvlar. Makkani ko'rib turibsizlar mana. Sotamakka polni bo'lib turibdi, donlik makkalar. Ana endi navbatdagi mana bu xonani video qilmadik-a? Bu xonaga kelamiz. Mana bu yerdagi xonaga keladigan bo'lsak, bu yer spalni, durma spalni, biz zimniy xona, o'tirib choy ichadigan xona. Bular jitkaboy qilingan, oz joylari ko'chgan, lekin mana bunisi spalni, bunisi jitkaboy qilinmagan, faqat emulsiya va dimensionka sevilgan. Bu yana bitta bir xonasi, xonalari katta kengish. Mana shu 3x5 xonalari, bunisi ham xuddi ana shunday 3x5 xona. Razmerlari, ya'ni mana pechkalar qo'yilgan, o'tinni tapet qilasiz, qishda bemalol. Agar yozda o'tiraman desangiz, u yerda kondisioneri bor. Uyning oldiga katta lisensiya qilingan mana shu uzunasi 2 xonaga ham birdan kiradigan va 5-chi xonasi ledni xona, o'tirib choy ichadigan kuxni oshxona dedik-ku. Mana shunday joy. Bu yerda daraxtlardan tutlar bor, zardoli bor. Mana bu yerda bu xonani video qilib bersak bo'ladimi? Keling. Mana bu yer kuxni. Bu tarafi kuxni, oshxona, bu yer oshxona. Ana endi bu yer yana bir xona. Mana shu yerda un, kasa tovoqlaringiz va boshqa xaladelnik, gaz, plita, mana shunday narsa, unga o'xshagan narsa, xullas maxsus uyga kerakli bo'lgan nimalar, produktlar mana shu xonada turadi. Bu yerda ham svetlari bor. Bular o'tirib yashasa ham bo'ladigan yana bir xona. Ko'rib turibsizlar, bu yerda tandir bor. O'choq qilib olasizlar, tamom. Pomidorlarni qarangizlar. Mana shu agarotdan chiqqan shu bugun sveji uzgan pomidorlarni zakska uchun. Ana endi bu tarafga kelamiz do'stlar. Nikoh qiling bachor, dita archay kalonasa, de solpas era mebreya, stava meshava, ino donash maydoni 1000 so'm, 1000 so'm meshava ino donash.
archa. Bu yoqda yana skladlari bor, omborxona. Bu yerda bir o'tin xona ham qilsa bo'ladi. Bu yoqda mana instrument xona bu kel. Bitta video qilamiz. Mana bu tarafi instrument, katman, bel, o'roq, hamma narsa banka. Xullas shunday narsalar qilasiz. Bir skladcha, bir instrument xona, omborxona deyiladi. Ana endi bu yer o'tin xona bo'lsa, demak bu tarafga kelamiz. Bu tarafga keladigan bo'lsak, do'stlar, mana agar uyingizda tovuqlar bo'lsa, kataklar ham bor. Kataklar ham bor. Undan tashqari bu yoqqa kel. Bitta video qilamiz. Bu taraflarni agarotni video qilamiz. Agarotlarni ko'rib turibsizlar. Agarotda hamma narsa bo'lgan. Boshiga pomidor, mayda, chuyda narsalar ekan. Mana bu yerda yo'l tushadi, hurmatli do'stlar. Mana shu yerga uyingizga texnika kirish uchun bir yo'llar tozalanadi. Yo'l tushgan. Mana bu yerdan Zebir bo'ylab mana bundayga yo'l tushgan polni. Mana bu yerda 7-8 metrlik uzun katta bir molxona bor. Mol hali bor aka-ukalarimiz uchun molxona bor va mana shu zabordan tashqarisida yo'l, mana ko'rib turibsizlar, shu yerda turibdi. Mana shu zabordan, mana shu yerdan shunday chiqqanda yo'l tushgan bu tarafga bemalol chiqib ketsa texnika kiradi. Traktor, mashin, boshqa o'zingiz kirish uchun daroshkalar bor bu tarafdan, Kunchiqar tomonidan. Hovlini ko'rib turibsizlar, narxini aytib o'tdik. 360 ming somon plus yana savdosi, muomalasi bor. Sesada 60,000 so'm desa bu plus savdo muomalada. Hujjat, dokument hamma qoidaviy. Do'stlar, tex pasport, hujjat, chimiga sertifikat, hammachi dora. Sesada 60,000 so'm desa bu plus savdo dora, muomala dora. Muomala xishro. Inshaallah zang zana nomra darro'y ekran navishtar haftaga zang zana xonay furushi.